Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Men ismim Akbar Abduvaliyev. Sizlarni ko'rib turganimdan chin yurakdan xursandman. Bugun biz Toyota brendini kameralari haqida gaplashamiz, eslatib o'tamiz. Biz Xitoydan shu brendni distributor hisoblanamiz, ya'ni O'zbekistonga yagona bitta distributor hisoblanamiz. Hozirgi aytayotgan narxlarim boshqa kamera do'konlaridan tubdan farq qilishi mumkin va biz kameralarimizga naqd 2 yil kafolat beramiz. Videoni oxirigacha ko'ring, inshaalloh manfaatli bo'ladi. Faqat eslatib o'taman, hurmatli kuzatuvchilar, bizning faoliyatimizni qo'llab-quvvatlagan holda hoziroq videoga like bosib, bizning kanalga hali ham obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Biz unda videoni boshladik. Hurmatli kuzatuvchilar, kuzatuv kameralarini qimmat yoki arzon degan tushunchaga sal o'zgartirish kiritishimiz kerak. Ya'ni qimmat kameralar, endi misol uchun 8 megapikselli kameralar $100 atrofida bo'lsa, 2 megapikselli kameralarimiz $25, $22 atrofida bo'ladi. Demak, kameralarimizni narxlari o'zining sifati va megapiksellariga qarab farqlanib ketadi. Barchangizning ko'zingiz tushgan bo'lishi mumkin, bunaqa korpusdagi yoki bunaqa korpusdagi kameralar. Buni xo'sh, qanaqa farqi bor deb o'ylasangiz, buni hech qanaqa farqi bo'lmaydi. Faqat shunchaki korpusida, ya'ni o'rnatilayotgan joyda farq bo'ladi. Lekin biz eng muhim omillardan biri 2 megapikselli kamera qo'yilayotgan joyga 8, 6, 4 megapikselli kamera qo'yishimiz kerak emas. Yoki 8 megapikselli kamera qo'yilayotgan joyga 2 megapikselli kamerani qo'yib qo'yishimiz kerak bo'lmaydi. Ushbu korpusdagi kameralarimiz shunaqa patolog uchun mo'ljallangan kamera hisoblanadi. Bu kameramiz patologga juda ham ixcham va sodda o'rnashadi. Lekin ixcham va sodda bo'lishiga qaramasdan juda ham mustahkam o'rnashadi. Ko'rishingiz mumkin. Demak, bu kameramiz misol uchun 2 megapikselli, 4 megapikselli, 8 megapikselli bo'laveradi. Faqat patologga qotirilish uchun shunaqa ishlab chiqarilgan bo'ladi. Bu kameralarimiz ham to'liq yomg'ir va qorga chidamli bo'ladi. Ya'ni issiq, sovuq bo'lsa ham hech narsa qilmaydi. Endi bu an'anaviy korpusdagi kameralarimiz devor xohlagan joyga o'rnatishimiz mumkin bo'ladi va ko'rinishi shu ko'rinishga ega bo'ladi. Demak, kameramiz lenzasi, tungi rejimlari, mikrofonlari va yana boshqa qo'shimcha detallardan tashkil topgan bo'ladi. 2 megapikselli kameralarimiz atiga $22 dan boshlanadi. Ushbu kameralarimiz to'liq yomg'ir va qorga chidamli bo'ladi. Avtomobil raqamlarini esa 10 metrdan 15 metrgacha bo'lgan masofadan sizlarga ko'rib bera oladi. Ikkala kameramizda ham aqlli tungi rejim bor, ya'ni u insonni ko'rgan vaqtda rangli tasvirlarni yozib olishni boshlaydi. Ikkalasi ham mikrofon bor. Bu boshqa brend kameralardan farqli tarafi, atiga $22 bo'lsa ham mikrofoni, tungi rejimi va qo'shimcha funksiyalarga ega bo'lib chiqadi. Ya'ni qo'shimcha funksiyalar uchun ortiqcha pul to'lamaysiz. $22 kamerani olasiz, ichida mikrofoni bor, rangli rejimlari bor, hamma narsasi tayyor bo'ladi. Kamerani ochib ko'ramiz, bismillah. Kamera shunaqa bejirim korobkaga ega. Ichidan kitobchasi chiqadi. Devorga qotirish uchun xo'p, drill o'rni, qo'shimcha o'zin boltlari, 20 tik chiqadi va kameramiz o'zi. Shunaqa pishiq, mustahkam elastik plastikdan ishlangan bo'ladi kameramiz. Kameramizning lamp porti bo'ladi. Demak, kameramizni shu yoqdan bo'shatib, o'ngga, chapga, tepaga, pastga qilib bemalol xo'p, rakursini to'g'rilab qo'ysak bo'ladi. Kameramiz lenzasi 100 gradus burchak ostida Full HD formatda video tasvirga olib turadi. Kameramizda aqlli tungi rejim bor, ya'ni insonni payqab, xo'p, qo'shimchasiga signal ham berish mumkin yoki rangli tungi rejimga ham o'tib olish mumkin. Kameramizda mikrofoni bor, ya'ni ovoz yozib oladi. Kimga kerak bo'lsa, aloqaga chiqib olasizlar. Shunaqa zo'r 2 yil kafolatga ega kamera, atiga $22. Bu korpusdagi kameramiz ham bu bilan bir xil bo'ladi funksiyalari. Ya'ni rangli tungi rejimga ega, ovoz yozadi. Xo'p, komplektdan shunaqa kitobchasi chiqadi. Qo'shimcha boltlari, germetik va kameramiz o'zi chiqadi. Kameramizni ko'rishlaringiz mumkin. Shunaqa bejirim va ixcham bo'ladi. Buni bemalol patologlarga qotirib qo'yib, mazza qilib ishlatsa bo'ladi. Ya'ni tungi rejimlari bor, ovoz yozib oladi. Juda ham zo'r va sifatli kamera. Uy, ishxona, ofis, xullas, istalgan obyektlarga mos keluvchi 2 megapikselli kamera komplektimizni hozir narxlari bilan yana bir bor tanishtirib o'tamiz. Kameralarimiz $22 dan, xo'p, poyasechimiz $15.
yozuv apparati Enver, ya'ni 4 tagacha kamerani yozuv apparati. Demak, apparatimiz $42 ga chiqadi. Xo'p, 1 terabaytli hard diskimiz esa $30 ga chiqadi. Demak, shu yoqdagi barcha kamera komplekt atiga $175 ga chiqadi. Demak, biz Enverga va kameraga 2 yil rasmiy kafolat beramiz. Ushbu PowerSwitchimiz, ya'ni blok pitaniya va ma'lumotlar almashuvchi qurilma, orqasi zo'r rasmga ko'zim tushib qoldi. Ya'ni buni vazifasini tushuntirib o'tyapti. Demak, bu kuzatuv kameralariga ham quvvat, ham uni ma'lumotlarini olib jamlaydi. Ya'ni 4 ta kamera qo'ymoqchi bo'lsangiz, 4 tali PowerSwitch qo'yishingiz kerak bo'ladi va bu 4 ta kameraga ham quvvat beradi, ham kameraning ma'lumotlarini oladi va undan, demak, mana bu Enverga, ya'ni yozuv apparatiga ma'lumotlarni, video tasvirlarni yuboradi. Va biz o'sha Enver orqali monitorga ulab yozuvlarni ko'rishimiz mumkin yoki telefondan boshqarib turishimiz mumkin. Xullas, o'sha Enver orqali nazorat qilib turamiz. Juda ham yaxshi ma'lumot berib o'tilgan ekan. Ozgina puldan tafovutdan qochmaydigan insonlar uchun 4 megapiksellik kameralarimiz bor. Demak, 4 megapiksellik kameralarimiz o'rtacha 12 metr, 15 metrdan avtomobil raqamlarini payqa oladi va bu kameralarimiz taxminan 4-5 yilgacha trendda bo'ladi. Demak, hozirgi boshlang'ich megapiksel, 2 megapiksellik Full HD kameralar bo'layotgan bo'lsa, 5 yildan keyin o'rtacha 4 megapiksellik kameralar eng boshlang'ich startway, ya'ni bazaviy kamera bo'lib qolishi mumkin. Demak, siz agar buni bitta olsangiz, xo'p, 4-5 yildan keyin ham o'zini aktualligini yo'qotmaydi, ya'ni o'sha yangilash sizga nimadir tug'dirmaydi. 2 megapiksellik esa uzog'i 2 yildan keyin o'zini aktualligini biroz yo'qotishi mumkin, lekin ishlab turgan kameralar doim ishlab ketaveradi. Sababi 10 yildan beri ishlayotgan kameralarni biz bilamiz. 4 megapiksellik kameramiz ham patolog uchun va devorlar uchun variantlari bor. Demak, ikkala kameramiz ham yomg'ir qorga 100% chidamli bo'ladi. Xo'p, aytganimdek, rangli tungi rejimga ega, inson payqaydi, ovoz yozadi, 100 gradus atrofida burchakda video tasvirga olib turadi. Kameralarimizning narxi $35 dan boshlanadi. Hurmatli kuzatuvchilar, men bitta gapni sizlarga aytib bera olamanki, ya'ni 4 megapiksellik kamera komplektimiz boshqa brendda 2 megapiksellik kamera komplekti bilan narx jihatlama deyarli bir xil bo'lib turibdi. Sababini aytib o'taman. Kameralarimiz $35 dan, hartimiz $30, PowerSwitchimiz $15, yozuv qurilmasi $42 va barchasining narxi, hozir sizlarga aytib o'taman, $227. Ya'ni 1 terabaytli hard bilan $227 ga chiqdi. Lekin boshqa brend 2 megapiksellik kamera komplektini olaman desangiz, 500 gigabaytli hard bilan sizlarga o'rtacha $190-200 atrofida bo'lib qoladi. Bu juda ham zo'r narx. Bizning magazin o'zida ham, misol uchun 4 megapiksellik kameradan juda ham ko'plab foydalanganmiz. Hozir qanaqa video tasvirga olishini ko'rsatamiz. Xo'p, bizning magazinning o'zini, demak, orqa tarafiga qo'yilgan 4 megapiksellik kamera, misol uchun avtomobilni raqamlarni olishlarini ko'rishingiz mumkin. Juda ham sifati zo'r. Misol uchun o'zimizdan aktual foydalanamiz. Endi mana uzoqdagi, misol uchun 20 metr uzoqdagi mana bu jentrani ham raqamini olib turibdi. 01 B 575 JB. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Demak, zo'r narxiga 100% arziydi. Demak, biz hozir buni tundagi tasvirlarni ham ko'ramiz. Kechqurungi soat 1:30, xo'p, 2 atrofi, soat 2:30dagi tasvirlar. Hech qanaqa svet tushmagan, qanaqadir o'zim ko'chaning svetlari soat kechqurungi 2. Sifatiga o'zlaringiz baho berasizlar. Misol uchun mana Spark, o'sha turgan Matiz. Xo'p, mana soat tungi soat 12. Yani qanaqadir salvadan chiroqlar tushib turibdi, lekin qop-qorong'idek ko'rinadi. Shu vaqtdagi tasvirda, misol uchun mana soat 7, mana yorug' turibdi. Soat 8. Sekin qorong'i tushishni boshlagan. Kim kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Mana o'zimizdan magazinda aktualni foydalanamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, 4 megapiksellikdan ham yuqoriroq sifat xohlovchilar uchun juda ham byudjetli variant, 6 megapiksellik varianti bor. Byudjetli deganim sababi, boshqa brenddan 6 megapiksellik kamerani olaman desalaringiz, $80-75 atrofida bo'ladi. Lekin TVT brendidan 6 megapiksellik temir korpusli kamera atiga $53 dan chiqadi. Hozir sizlarga buni ochib ko'rsam. 6 megapiksellik kameramiz TVT brendidan. Bismillah.
Kameramiz har doimgidek kitobchasi chiqadi. Drill uchun o'rin. Xo'p. Qotirish uchun boltli, germetik qobiq va kameramiz o'zi. Kameramiz o'zi juda ham shunaqa bejirim ko'rinishga ega. Eng muhimi bu temir. Ko'rishlaringiz mumkin. Half metal korpusga ega temir. Hozir mana bu temir juda ham zarflarga chidamli va 20 metr, 15 metr atrofida avtomobil raqamini payqab aniqlab beradi. Tungi rejimlari ham ancha tiniq ishlaydi. Endi 6 megapiksel, 8 megapikseldan bitta pog'ona pastda turuvchi kamera. Hurmatli kuzatuvchilar, juda ham kulgili narxlarni aytishda davom etamiz. 6 megapikselli kameramizdan 4 tasi, yozuv apparati, 1 terabaytlik karti, hammasi atiga $299. Juda ham kulgili narx, lekin 6 megapiksellik uchun juda ham zo'r. Kim uyga kamera qo'ymoqchi bo'lsa, mana $299 dan mana shunaqa 6 megapikselli kamerani olib qo'ysin, ertaga 10 yildan keyin ham o'zini aktualligini 6 megapiksel yo'qotmaydi va sifatiga ham to'laqonli javob beradi. Hurmatli kuzatuvchilar, endi premium kategoriyadagi, premium sifatdagi eng topiy kamera so'raganlar uchun 8 megapikselli kameramiz. Ushbu kameramiz 4K rejimda video syomka qiladi. O'ylab ko'ring, 4K. Bu o'rtacha 25-30 metrgacha mashina obyektlarni aniq qilib ko'rishga yordam beradi. Yoki undan ham uzoqroqdagi masofani ko'rib turadi, lekin 25-30 metrgacha avtomobil raqamini olib berish mumkin. Endi buni birgalikda sizlar bilan ochib ko'ramiz. Shuni ochamiz. Ichidan kitobchasi bizni kutib oladi. Kitobchasi aytilingan. Demak, kameramiz -30 gradusdan +60 gradusgacha ishlab bera oladi. Bu kitobchani o'qib ko'rsangiz, barcha kerakli narsalar aytib o'tilgan. Kameramiz komplektidan qotirish uchun boltlari va boshqa kerakli narsalar chiqadi. Xo'p, kameramiz o'zi juda ham og'ir. Temir korpusga ega kamera. Buni bitta yuqori kategoriyasida, demak, CD karta uchun joy bo'ladi. Yo'q, adashma, uzr. Buni hozir 8 megapikselli shu kameraning o'zi ham CD karta uchun joy bor. Bunda yana bitta keyingi pokoleniyasida o'zini qo'shimcha dinamiklari bo'ladi. Lekin bu faqat ovoz yozib oladi. Hurmatli kuzatuvchilar, ushbu kameramiz to'laqonli yomg'ir va qorga chidamli, 60 gradusgacha, demak, balki bundan ham yuqoriroq issiqqa bardosh beradi. Xo'p, kameramiz bitta o'zini qo'yib ham CD karta yordamida ishlatishimiz mumkin. Olamiz. Ichida CD kartani ochish uchun o'zini joyi bor. Ya'ni shuni ochsak, ichiga bitta fleshkani qo'yib, kameramiz sokka yoki Wi-Fi ga ulab qo'yib ham maza qilib o'zini ishlatsa bo'ladi. Demak, kameramiz linzalari 100 gradus burchak ostida, ya'ni 208 mm li obyektiv yordamida, xo'p, 4K formatda video tasvirlarni olib beradi. Aqlli tungi rejimlari bor. Eng zo'r, eng sifatli, eng premium kачестводagi kamerani so'raganlar uchun mana shu kamerani biz maslahat beramiz. 8 megapikselli ushbu kameramizning narxi $105 ga chiqadi. Agar siz yozuv qurilmalari hamma komplektini 1 terabaytlik karta bilan olaman desangiz, $534 ga xarid qilishingiz mumkin. Ya'ni siz $534 ga 4 ta 8 megapiksellik kamera komplekti xarid qilishingiz mumkin. Hurmatli kuzatuvchilar, doimiy, misol uchun 10 yillar, 5 yillar foydalanish uchun baribir IP kameralar zo'r va IP kameralar o'rnatish uchun sizga usta, ya'ni master akalarimiz yordam kerak bo'ladi. Masterlar, ustalar, misol uchun kamerachi ustalar Toshkent shahrida o'rtacha $20 dan $30 gacha kameralarni o'rnatishsa, endi viloyatlarga har xil 100 mingdan tortib 200 ming, 250 minggacha ustalarimiz kameralarni o'rnatib beradi. Shuni ham hisobga olishimiz kerak bo'ladi. Agar ustani, misol uchun, o'rnattirishiga imkoniyatlaringiz yetmasa yoki bitta dona, ikkita dona kamerani turli xil joylarda o'zlaringiz qo'yib ishlataman desalaringiz, xo'p, Wi-Fi li va SIM kartali kameralar ham bor. Misol uchun, atiga $20 ga 2 megapikselli ikkita linzaga ega robot kamerachamiz bor. Ushbu kamerani o'zingiz olib, bemalol qo'yib ishlasangiz bo'ladi. Juda ham arzimagan pul, ya'ni 260 ming so'mga shunaqa kamera. Ya'ni bunga bitta pitani ham ulab qo'yasiz. Hattoki buni qo'shimcha, xo'p, dinamiklari ham bor. Ovoz yozishdan tortib qo'shimcha dinamiklari ham bor. Zo'r narx. Atiga $20 olasiz, o'zingiz ishlatasiz. Atiga $35 ga o'zi akkumulyatori bor.
Xo'p, Wi-Fi yoki sim kartali variantlarga ega bo'lgan, rangli tungi rejimli, insonni tanuvchi datchiklari va ikkita linzaga ega bo'lgan kamera. Atiga $35 evaziga. $65 evaziga 360 gradusli kameramiz. Demak, buni tepadagi obyektivini ham shu yoqdan ligirovka qilib qo'ysa bo'ladi. Buni sim kartali variantlari ham bor. Bu kamerani aniq qo'yib qo'ysangiz, uyingiz oldiga radar qo'yib qo'ydi deb o'ylashadi odamlar, lekin bundan hech qanaqa shtraf ham, jarima ham kelmaydi. Bu shunchaki nazorat uchun atiga $50 evaziga shunaqa shoxli, bahaybat, qo'rqitadigan kamera. Bu kameramiz sim kartali variantlari bor. Demak, ovoz yozadi, o'zida projektorlari bor. Juda ham zo'r narxiga kamera. Hurmatli kuzatuvchilar, shuning bilan bugungi bizning video obzorimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bugungi videoda 2 megapikseldan 8 megapikselgacha kameralarni qisqacha tarifini va narxlarini sizlarga aytib o'tdim. Qo'limdan kelganicha tanishtirdim. Kimga kerak bo'lsa, quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilsin. Nasib bo'lsa, chiroyli narxlarda qilib beramiz va unik viloyat bo'ylab bitta pochtalari orqali ham yetkazib berishimiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.